Annyeonghaseyo yarabbim, barchaga assalomu alaykum. Bugungi 5-darsimizda koreys tilidagi eng muhim grammatika qo'shimchalardan biri n, i, k, il, ril qo'shimchalarini o'rganamiz. Koreys tilidagi gap tuzishda qo'shimchalar juda muhim o'rin tutadi. Ushbu darsda n, i, k, il, ril qo'shimchalarining qo'llanishi, qoidalarini misollar orqali o'rganamiz. Unday bo'lsa, Klingo Akademiya bilan koreys tilini o'rganishda davom etamiz. Bugun birinchi qo'shimchamiz, ya'ni grammatika darsimizda birinchi qo'shimchamiz n qo'shimcha. Bular qachon ishlatiladi? Bu o'zi nima? Buni bizga nima keragi bor? degan savol kelishi mumkin. Bu koreys tilidagi mavzu, ya'ni so'z bog'lovchi hisoblanadi. Gapni nima haqida gapirilayotganini ko'rsatadi. Bu faqat ikkita, qaysiri undosh, qaysiri unli bilan keladi. Undosh bilan kelsa n, unli bilan kelsa n qo'shimchasi ishlatiladi. Bu yoqda nin bilan keladiganga misol keltirilgan. Chonin haksangimnida, men talabaman. Igonin chegiyo, bu kitob. Misol uchun cho bu yoqda men tarjimasida kelyapti, haksang bu yoqda talaba. Igonin bu narsa tarjimasida keladi. Chek kitob. Bu i yo imnida qo'shimchalari esa alohida bir qo'shimcha. Uni keyingi 6-dars, 7-darslarda o'tilib boriladi. N qo'shimchasi qachon qo'shiladi unda deyishingiz mumkin. N qo'shimchasi undosh bilan kelganda. N qo'shimchasi undosh bilan kelganda ishlatiladi. Misol uchun chegin, chek, kitob, qiziqarli. Misol uchun 재미있어요, kitob qiziq yoki qiziqarli. Bu yoqda kyok harf bilan tugayapti, ya'ni bu undosh. Undosh bilan kelsa nima dedik? N qo'shimchasi qo'shiladi dedik. 재미있어요 esa bu qiziqarli, qiziq tarjimasida keladi. Keyin Koreya chiroyli davlat yoki Koreya chiroyli. Koreya chiroyli desak, Hanguk. Tushunarli. Hangukun arimdawoyo. Hangugin, bu yoqda hanguk kyok harf bilan tugayapti, ya'ni undosh bilan tugayapti. Undosh bilan tugasa n qo'shimchasini oladi. Hangugin arimdawoyo. Koreya chiroyli. Hangugin arimdawoyo. Chegin 재미있어요. chonin haksangimnida. Igonin chegiyo. Xuddi shunaqa formula ot plus n. Keyingi qismlarda ikani o'tib ilrini tushuntirganda, misol uchun otga qo'shilgan otdan keyin fe'l keladi. Xuddi shu tarzda tushuntirilib boriladi. Mana misol uchun ika qo'shimchasi bu nima? Bu ham n o'tdik, bu ham to'ldiruvchi sifatida keladi dedik. Lekin bu ika qo'shimchasi o'zbek tilidagi, ya'ni kim nima so'rog'iga javob bo'ladigan so'zni belgilab beradi. Ya'ni gapdagi egani aniqlaydi. Undosh bilan tugasa i bilan, unli bilan tugasa k qo'shimchasi bilan, ya'ni davom ettirib ot plus i, ya'ni k. Ikkovidan bittasi. Qachon? Buni farqlab olish uchun faqat unli undosh bilan tugashiga qaraymiz. Mana i bilan tugasa haksang, saram, chek, hangugin. Misol uchun bu yoqda hammasi undosh bilan tugayapti. Undosh bilan tugaganligi uchun p
plus i qo'shimcha, ya'ni haksengi, sarami, chegi, hangugeni da qo'shiladi. Keyingisi k qo'shimchasi qachon qo'shiladi? Mana so'z unli bilan tugasa, biz k qo'shimchasini qo'shar ekanmiz. P yomg'ir, Isa shifokor, doktor, Hakyo maktab. Bu yoqda plus nega? Mana unli bilan tugayapti. Sa, yotiq, yo, i, unga plus k qo'shimchalar. Pga, Isaga, Hakyoga qo'shimchasi. Ya'ni so'zga otga qo'shilyapti k qo'shimcha. Nega qo'shilyapti bu? Nega aynan k qo'shimcha qo'shilyapti? Bu unli bilan tugaganlik uchun k qo'shimcha qo'shilyapti. Keyingisi yana bitta narsa, bu yoqda mana bu holat bor. Ot plus ik, ot plus ik plus fe'l holatida ham keladi hali. Ya'ni gap hozir keyingi holatiga qarasangiz, ot plus ik holatida ham keladi. Ot plus ik plus fe'l holatida ham keladi. Endi iganing asosiy vazifalari nima desangiz, gapda egasini ko'rsatadi. Kim yoki nima harakat qilayotganini bildiradi. Misol uchun chingu, ya'ni mana chingu ga kongbu yo. Chingu do'st. Bu yoqda unli bilan tugayapti. Unli bilan tugasa ot plus k mana. Keyin yana boya aytdik, ot plus ik qo'shimchasi yoki mana ik qo'shimchasi yana plus fe'l. Bu yoqda mana kongbu heyo. Do'stim o'qiyapti. Bu yoqda o'qimoq fe'li. Do'stim o'qiyapti. Chinguga kongbu heyo. Do'stim o'qiyapti. Chinguga kongbu heyo. Do'stim o'qiyapti. Kim o'qiyapti? Uni do'sti o'qiyapti. Ega kim? Do'st. Kangajiga chayo. Kuchuk uxlayapti. Kangaji bu yoqda kuchuk, k qo'shimcha, chayo fe'l. Kangajiga chayo, kuchuk uxlayapti. Bu yoqda ega kim uxlayapti? Kuchuk uxlayapti. It uxlayapti. Endi kimdir kuchuk deydi, kimdir it deydi. Endi kangajiga chayo, uxlayapti fe'l, k qo'shimcha, kangaji bu yoqda ot. El-rel qo'shimchasi so'zlashuv nutqda ba'zan tushib qoldiriladi, lekin yozma nutqda esa odatda ishlatiladi. Bu o'zbek tilida ni tarjima, ya'ni kitobni, olmani, uni degan tarjimada keladi. Ya'ni ni qo'shimchasini beradi. To'ldiruvchi sifatida, ya'ni harakat nimaga yoki kimga qaratilganini ko'rsatiladi. Bu ham xuddi innin, eka qo'shimchaga o'xshab, el qo'shimcha undosh bilan tugaganda, rel qo'shimchasi esa unli bilan tugaganda ishlatiladi. Bunda ya'ni kim, nima, misol uchun el, rel plus fe'l holati, ya'ni formulasi shunaqa. Formulasi mana shunaqa holatda keladi. Endi boshqa yuklama, ya'ni boshqa qo'shimchalar bilan taqqoslaymiz. Innin mavzu yuklamasi yoki eka yuklamasi el-rel tushum kelishiga
nima kimdi. Mavzu yuklamasi gapni bog'lash, ega yuklamasi. Ba'zilar borda nin, ika, ilril qo'shimchasi nima degani esa bu shunchaki hamma deyarli shunaqa otga qo'shilib to'ldiruvchi sifatida keladi, lekin yo'q, har bittasini vazifasi bor. Bittasi harakat holatini ifodalab kelsa, yana biri esa egani ifodalab keladi, yana bittasi esa shunchaki to'ldiruvchi sifatida kelib tarjima qilinmaydi. Harakat nimaga yoki kimga qaratilganini ko'rsatadigan qo'shimcha bu il-ril qo'shimchasi. Ega yuklamasi kim nima, ya'ni kimga bog'liq ekanligini ko'rsatuvchi qo'shimcha, ya'ni otga qo'shilib keladi. Deyarli hammasi otga qo'shilib keladi. Qo'shuv yana plus qo'shimcha, keyin plus yana fe'l holatida keladi. Egani, ya'ni kim nimani ko'rsatadi, ega qo'shimchasi, bu ham xuddi otga qo'shilib egani ifodalaydi. Innin qo'shimcha shunchaki otga qo'shilib mavzu yuklamasi, ya'ni to'ldiruvchi sifatida keladi, lekin tarjima qilinmaydi. Faqat il-ril tushum kelishiga esa nimani, kimni deb tarjimani beradi. Yana bitta narsa, il-ril aytyapti, so'zlashuv nutqida ba'zan tushib qoldirilishi mumkin, lekin yozmada yozishimiz shart degan yozishadi, o'qidik. Misol uchun mana bu chek kitob, kitobni o'qiyman. Misol ilgoya bu yoqda o'qiyman degani, chek bu yoqda kitob, il qo'shimchasi esa nimani o'qiysan? Kitobni o'qiyman, to'ldiruvchi. Ya'ni nimani? Kitobni. Bu yoqda kyok, ya'ni undosh bilan tugyapti, o'sha uchun il qo'shimchasi qo'shilyapti. Ba'zida mana so'zlashuvda ishlatilmaydi, tushib qoldirilishi mumkin deyapti-yu. Chek ilgoya, kitob o'qiyapman holatida ham keladi. Pap mog'osoyo misol uchun. Pabil ovqatni yedim demaydi. Pap mog'osoyo. Mana so'zlashuvda tushib qoladi, lekin yozmada yozish kerak, yozmasa xato hisoblanadi deyapti. Misol uchun boya aytayotgan so'zim, ya'ni pap mog'osoyo desak, mog'osoyo ovqat yedim. Mana og'zakida mana pap mog'osoyo shuni aytib qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin yozmada pabil mog'osoyo nima ekan? Og'zakida pap mog'osoyo yoki chek ilgoyo yoki chek ilg'ossoyo. Kitob o'qidim, o'qiyapman. Endi zamoniga qarab. Keyin yoki yozmada pap mog'osoyo. Pabil mog'osoyo. Shuni faqat aytayapti bu yoqda so'zlashuv nutqida. Ba'zan il-ril tushib qoldirilishi mumkin, lekin yozma nutqda odatda ishlatiladi. Ishlatilmasa xato hisoblanadi. Tepadagi esa boya chegisoyo, chemisoyo bu ika, nin qo'shimchasiga berilgan misolni bu yoqda taqqoslab o'tib ketishyapti.